Assalomu alaykum. Bugungi brifing mavzusi 2025-26 o'quv yili qabul jarayonlaridagi yangiliklar va targ'ibot masalalari bo'yicha amalga oshirilgan ishlar to'g'risida. Xabaringiz bor, hozirda barcha oliy ta'lim muassasalarida qabul jarayonlari davom etmoqda. Bugunga qadar esa abituriyentlarni institutga jalb etish maqsadida Termiz davlat pedagogika instituti tomonidan ko'pgina targ'ibot tadbirlari amalga oshirildi va bu jarayonlar hozirda davom etmoqda. Xususan, joriy yilning 14-18 aprel kunlari Tojikiston Respublikasi Dushanbe shahrida o'tkazilgan xorijiy oliy ta'lim muassasalarining 2-chi xalqaro ko'rgazma festivalida institut delegatsiyasi ishtirok etib, bitiruvchi sinf o'quvchilari uchun institut to'liq tanishtirildi va targ'ibot tadbiri tashkil etildi. Shuningdek, professor o'qituvchilar mamlakatning Xo'jand, Hatlon viloyatlaridagi umumta'lim maktabi bitiruvchilari bilan uchrashuvlar o'tkazib, institut faoliyati haqida ma'lumotlar taqdim etishdi. Bundan tashqari, xorijiy talabalarni oliygohga jalb etish maqsadida matbuot xizmati tomonidan rus, ingliz va tojik tillarida oliygoh hayoti haqida videorolik joylanib, Study in Uzbekistan platformasiga yuklandi. Shuningdek, bugunga qadar institutda 5 ta chaqiruv roliklari ijtimoiy tarmoqlarga Telegram, Instagram, Facebook'ga yuklandi. Shuningdek, turli xil targ'ibot materiallari nashr qilinib, ommaga taqdim etildi. Qabul jarayonlari davom etadi.